videoni ko'rdingiz. Ushbu holatda Cobalt avtomobiliga svetoforning taqiqlovchi ishorasida harakatlanganligi uchun jarima kelgan. Holatni ko'rib chiqamiz. Qoidalarning 102-bandida svetoforning taqiqlovchi ishorasida chorrahaga kirgan haydovchilar undan chiqishda svetoforning ishorasidan qat'iy nazar chorrahani bo'shatib qo'yishlari shart deb belgilangan. Ko'pchilik haydovchilar to'xtash chizig'idan o'tdim, chorrahaga kirdim deb o'ylab, svetoforning taqiqlovchi ishorasida ham harakatni davom ettirishmoqda. Aslida chorrahaning chegarasi qayerdan boshlanadi? Chorraha chegarasi uning markazidan qatnov qismlari oxiridagi qarama-qarshi tomonlarning eng uzoq burilish joylarini tutashtiruvchi tasavvur qilinadigan chiziqlar bilan aniqlanadi. Xuddi shunday vaziyatlarda chorrahaning chegarasini aniqlash imkoni bo'lmasa, qatnov qismlari kesishmalariga kirmagan bo'lsangiz, svetofor taqiqlovchi ishorasida harakat davom ettirmang. Qatnov qism kesishmasi yo'llarning qatnov qismlari o'zaro kesishib o'tadigan va tasavvur qilinadigan chiziqlar bilan aniqlanadigan hudud. Nima uchun qatnov qismlari kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Chunki ushbu haydovchi svetoforning qizil chirog'ida harakatlanish boshlab qatnov qismiga kirdi. Bu yo'nalishda esa svetofor yashil chiroq yongan bo'ladi va bularda harakatlanishga to'sqinlik tug'dirib qolyapti shu holatda. Shuning uchun qatnov qismi kesishmalariga kirmasdan ushbu joyda to'xtab tursa, hech kimga xalaqit bermaydi. Lekin ayrim haydovchilardan savol kelib tushyapti. Shu holatda piyodalar o'tish joyida to'xtab qolgan bo'lsam-chi, nima qilaman degan. Bu holat bo'yicha qoidalarning 112-bandida keltirib o'tgan, ya'ni piyodalar o'tish joyidan keyin tirbandlik bo'lgan bo'lsa, haydovchilar piyodalar o'tish joyiga chiqishi taqiqlanadi. Shuning uchun bunday holatlarda piyodalar o'tish joyining ustiga chiqib olish mumkin emas.